Juda ham qo'rqqanmiz, rosa yig'laganmiz, yaxshi bo'lib ketadimikan deb. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz. Qizim 2 yosh, tetradafalo kasalligi bilan chalingan tug'ma. Tug'ilganda bilmaganmiz, 2 oyligida tekshiruvga chiqqanimizda o'shanda aniqlashgan. O'shanda bilganmiz. Keyin Farg'onaga olib borganmiz. U yerda o'ziga tushirtirib kelib, o'sha yerda bilganmiz. Keyin shundan keyin boshqa doktorlarga ko'rinib yurdik. 1 yosh bo'lganda keyin o'zim mazam bo'lmay Qo'qonda yotganimda shu doktorni shu yerda Sina professional medikal tavsiya qilishdilar. Biz 1 yoshligida bu yerga olib keldik buni. 1 yoshligidan keyin 2 yoshgacha Bekzod Hakimjonovga qatnab, lecheniyalar olib yurib, operatsiyaga tayyorlashdilar. 2 yoshli bo'lganda operatsiya qilishdilar. Yon tomonidan ochib, qon tomircha qo'yishdilar. Birinchi etabini o'tkazdirdik hozir. Bizani operatsiyani o'tkazirish uchun mablag'imiz yetarli bo'lmagani uchun qildira olmay turgandik. Keyin xo'jayinim bu xayriya fondi haqida internetda ko'rib, eshitib qolishdilar. Ko'pchilikka yordam berishgan ekan xayriya fondi. Keyin ular ham umid qilib u yerga borishdilar, so'rashdilar, yordam berishdilar. Qizim men sira olmay tushunganimga bo'laman. Mirabror Usmon nomidagi xayriya fondi bu joyda bizga kattakon yordam qilishdilar. Operatsiyasi uchun mablag' o'tkazdirib berishdilar. Ularga kattakon rahmat aytamiz. Qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Xo'jayinim borib so'rashdilar, ular o'tkazdirib berishdi. Sina professional medicalga ham kattakon rahmat aytamiz. Bu yerdagi hamma shifokorlar bizga yordam berib, qizim operatsiyasini o'tkazdirib berishdi. Kelganimizda holatlari og'ir edi, ko'karib qolardi, tez-tez charchab qolardi. Hozir ancha yaxshi, ko'karishlar kamaydi, charchamay qoldi. Bu fond haqida men ham xo'jayinim aytishganlaridan keyin internetga kirib, qidirib, izlanib ko'rdim. Shunaqangi farzandimga o'xshagan bolalarga ko'pchilikka yordam berishgan ekanlar. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Bizda qangi mablag'i yo'q insonlarga, qiynalib, shunaqa operatsiyalar o'tkazira olmayotgan insonlarga yordam berishar ekanlar. Biz ham mana shu mablag'dan o'tkazdirib berishdilar. Operatsiyasini o'tkazdirib oldik. Juda ham xursandmiz bundan. Hozir agar bo'lmasa o'zimizning mablag'imiz yo'q edi, qildira olmayotgandik. Doktorlar bizga aytishdi, hozir ancha yaxshi bo'lib ketadi deyishdi. Agar 6 oydan keyin yaxshi yursa, ikkinchi operatsiyasini o'tkazdirsak, shu bilan sog'lom hayotga qaytadi. Boshqa bolalardek o'ynab, yana sog'lom farzandlardek katta bo'lib ketadi deb aytishdilar bizga.